Erta tongda Aziza va Solixani kuni qanaqa boshlanishini sizlarga aytib beraman. Solixa meni ozgina qo'rqitdi, yiqilib tushdim. Uni esa oxirida aytaman, ko'rsanglar bo'ladi. Erta tongda uyg'onamiz, oyoq kiyimlarimizni kiyib Solixaga kashasini qilib beraman ozgina. O'shani ichib oladi va ko'chaga прогулкаga chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Kash 360 beraman, o'shanga qorni to'yadi. Keyin mana shunaqa narsalar makiyaj qilib, o'zimga qarab, u-yoqqa qarayman-da. Solixani kiyintirishga o'tiraman va opa har doimgidek qiladigan ishini qiladi ertalabda. Bizga kerak bo'ladi Smart Baby tagliklari, ko'rsanglar bo'ladi. Tursikchali deysizlarmi, lipuchkali deysizlarmi, har xilidan bor. Даже o'zini mana shunaqa влажный salfetkachagacha olib kelib qo'yamiz. Eng asosiysi allergiya o'tkazmaydi va 12 soatgacha namlikni ushlab turadi. Smart Baby tagliklari Urgutda ishlab chiqariladi. Sizlarga maslahat beraman, ham narxi ham zo'r, o'zi ham zo'r. Ona bola bir xil kiyinib ko'chaga прогулкаga tushib ketamiz. Videoni boshiga qaytadigan bo'lsak, Solixa yo'lkasidan yiqilib tushishiga ozgina qoldi, xavotir olmanglar, ushlab qoldim.